Hamkasblarga savol. Ishda nima kamchilik bor? Поставочный bor, slif bor, rezinali epidemiyog'li choklar. Choklar xudo xohlasa idealni. Oynalar 100% mo'lka qilingan. Podgonliklar qo'yilgan. Podgonliklar bor. Chetlarni buzib, chiroyli qilib kirgizib olganmiz. Kirishkalar qo'yilgan. Mandarin plankalar bilan qotirilgan. 100% penalangan. Двойной mexanizm kirishkalari qo'yilgan. Ruchkalar moslangan. Hop. Двойныйda ishlashlar yumshoq. Shu kanalda ichkari tomoni ham ochilgan. Hop, ishda nima kamchilik bor? Qani topamiz.